Katida bekinmachoq o'ynaymiz. Bugun deb Hasan bilan birgalikda bekinganlarni topishimiz kerak va o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bolalarga 3 minut vaqt beramiz berkinishligiga. 3 minut vaqt o'tgandan keyin biz qidirishni boshlaymiz. Oxirgi topgan odamimizga 325 yuz beramiz. Hammaga tushunarli bo'lsa, biz o'yinimizni boshladik. Bo'lmasa hammalarga start ketdi. Boringlar bekininglar tez. Qidirishi uchun men senga yengillashtirish uchun orqaga o'tman, mana taxtdan orqasiga o'tgan. Ana, sog'al. Vog'in. O'zi ham endi aytmoqchi edi o'zi qatdan olaveradi, qo'lini tog'adi. Bo'ldi, bizni qidirishni boshlaymiz Hasan bilan birgalikda. Yo'q, Hasan birinchi boshlaydi, qidirishni men oldida yurib beraman. Sen yordamchisan, sen zamministrsan sen, короче. Dada, men ozgina bo'lsa yordamlashib turaman olsanga, zo'rchi. Yordamdan boshlaymiz, birinchi 10 tarafdan boshlaymiz. Kimdir mashina yurdi. Qanaqa bo'ladi senda o'z taktika? Birinchi bo'lib ko'chadan yoki zdaniydan boshlaysan? Ko'chadan boshlaymiz, o'rincha ko'pchilik borgan ko'chaga bekinadi. Ana, amna qarang. Oy, ey, Marishka. Aqlli bo'l. Xizmat qilsa bo'lmaydi? Yo'q, men ko'rganman, bo'lmaydi. Mana bitta qilish mumkin ekan. Xo'sh, mana yoto'ya. Oy. Mana. Shoker ishlat, shoker. Ha, ishlatolma. Joniga tortib buni. Mayli. Qiynalmasa. Xo'sh, mamda kunligiga amana qilyapman, katta. Lekin joyimiz katta, hech kim katta. Misol uchun do'stlar, mana bu birinchi mana WoW kartamiz berkinmachoq, atinglar biz uchun qilingan WoW karta. Tak, mana. Mana aytdim, mana işte bekinadi odamlarda, ya'ni kusti ham qarang, shu katta-da, ya'ni bekin o'zlari. Bitta odam bemalol tura oladi. To'la challenge. Yo'llarni pasxallik tashab ketilgan to'la challenge. Tak, men bitta shageshdim, patskasiga, men shageshdim. Bo'lib ketgan, mana buni qarang, mamda nima bo'lib ketgan? Ancha shotdan tushib ketgan bular, daraxtga tushmoqchi bo'lgan bular, taktik qilib o'zicha. Daraxtga tusholmaganda mana shu o'zi o'lib ketishgan bular. Bo'pti, yordamchi, qayerda eshitding? Men ko'rolmayman, lekin bu yerda yaqin atrofda. Tak, menchi zanada eshitdim, menchi zanada eshitgandek bo'ldim, mana shu mana bu taraflar zanani ichidami? Katta zdaniya. Qanaqa u zdaniya emas, u katta zdaniya. Apshakka. Birinchi o'chada uy kirishni o'z birinchi ko'chani menchi tozalagan tinchkidan. Ko'cha xitridek bilan bekitibdi, lekin mana shu Golyoda va ishtivoq yurtida qatadir. Qimalash mumkin emas, o'sha qimalash mumkin emas. Bo'ldi, shu ashsha mumkin emas. Aytdim mana Goli. Ol, ko'tar. Qiyna bo'ldilar buni. Xalqim uchun jonim fido. Qiyna bo'ldiramiz. İşte Ala. Mana qarotga joyimni qaraydi. To'xta. Men qat qarayman. To'xta. Bo'p topkilar o'shani. Bu qiynasanlarni. Men. To'xta, mana ishlatib ko'r. Qoch. Bitta o'ldirar ekan. Uy. Poqqina kimdir ena qotdi. Krisa. Sad. Xo'p, hozir dirshida. Otiga tarik ko'rsatgan, yetmas ekan. Voy, tiqol. Orqaroq. Qoch. Yo, tep qoladi. Turishsa. Ayna to'xta. Tavlira qol. Hozircha ko'chalar polni tozalab yuramiz, lekin orada bitta zanat. Oy, yonib kul bo'ladi. Yonib kul bo'l. Aytqinsan vahshiy deydi. Oy. Shaka bekiz. To'xta. Sholamizni. Qoch. Opoqi sen o'ldirmoqchi bu. Qoch. Cho'da. Grill qolsa. To'xtatlar o'rtasiga bekinishardi, aql ishlatishdi o'sha. Aql ishlatishgan. Kim ko'chaga bekingan bo'lsa o'shanaqada qomat kelyapti o'sha odam. Oy. Yonib kul bo'l. U 7 so'dan qoldi do'stlar, endi kartamizda. O'sha почти bitta guruh keldi mana. O'sha 12 ta odam o'ldirdi mana shu. Oy. Tasiga urilib ketdim men. To'xta. Oy. Ala. Bo'ldi, menimcha ko'cha tugadi. Birinchi stajimizni tekshiraylik, birinchi stajini. Hasan topib turgunicha men sizlarga qanaqa mandagi yaxshi skinlarni topishni yoki UC ko'paytirishni o'rgataman.
Yo'q, menga o'rgatasanmi? Mana shunaqa yurish o'zi jonga tegdi. Hozir do'stlarim saytida yaxshigina Battle Pass ketyapti. Har bitta kes ochganingizga opit beradi va qimmat sovg'alarga almashishingiz mumkin. Balansinglarni ko'paytirayotganda mana promokodimni D9020 ni kiritsanglar 20% qo'shimcha hisobiga tushadi. Hammasini zo'r etding-u, shu menga o'xshagan xalayvachilarga nima bor? Xavotir olma, men har kuni Telegram kanalimga tekin keyslarga promokod tarqatyapman. Sen ham bemalol bittasini olib olishing mumkin. Gap yo'q, men ham omadim keldi. Tekin kesidan shunaqa skilli oldim. Buldiropga rahmat. Endi bemalol bekingilarni qidirsak bo'laveradi. Endi menimcha ko'pchilik birinchi tajga bekilmasa ham kerak. Havas tepaga bekiradi, bekilsa. Dot kimdir qimilladi bor, mana shu tepada bo'lsa kerak. Mana eshitdingman. Yo'q, qimil anaqa, ana email qimillaydi, yotib olib. O'shanaqa ovoz chiqardi. Yo'q. Uchinchi tajgami? Ana bo'lsa. Bitta do'l qo'lar ekan-a. Endi mana shu ekan-da. Shu tablo'r. Ot. Yana tepaga. Yana. Yana. O'lmayapti-da. Voy, o'zlari. Ha, bo'ldi. Men qarab tushirishmi? Spider-Man nima qildi? Mana. Krish bo'lamiz, Krish. Krishda. Mana reception kiramiz. Birinchi staj polni tozalashimiz kerak. Bu tipi gostinitsa yo'q ekan-da. Otelmi, otel. Ya, qadar gostinitsa. Yana bittasiga aylangan, keyin bila olasan. Qamoqxonami? Yo'q, voy. Menda gospel-ku. Baysi. Palatkalarni tekshirib, palatkalarni. Palatalarda manchi birinchi stajga chiqibdi, bekilmagan. O'sha aytdim, birinchi staj ko'pincha bekilmaydi, lekin to'xta, men bilan sekretni joylab bor o'zlarini. Millionerga qanaqadir joylarga afol olishadi. Nima ish palatalarni hozir ko'rib chiqmadingda, bitta. Hamma yoqdan o'tib ketdimiz. Hoppa, shaga eshitdim. Duq qildi tepada kimdir. Manimcha kimdir. Yo'q. Ala. Da, purka oldi. Mo'ylab olib ketadi hozir. Yo'qora qo'ydi, qiynamasa bo'ladi. Imba. Qo'raz yaxshilab. Iltimos o'ldira qolinglar, og'ir. Oy, mana Hasan. Mashta yondirib tasha. Voy, kayf. 12 tadan qoldi shu do'stlar. Bo'ldimi? Qani, shuncha yana boshqa zdaniya ham bormi? Bo'ldimi? Hoppa. Yaka. Salomat. Yana mantlida, qara mantlida sakilgan joylar bor ekan bitta. Menimcha ko'chilib. To'xta, bittasi men. Bittasi menga qoldi. Bo'la, sen ol tepaga. Ho? Qochoqchida. Mana bu palatada kimdir yashayapti. To'xta. Ko'tar. Tepaga. Hajmi, ket. To'xta, bu yo'q. Hatta. Yo'q. Voy, ketib qoldi. Pas. Tepaga. Ko'tar. Voy, ketib qoldi. Voy, mana qo'ldimi? Ana, yo'q. Ana bo'la. Qalqon, qara. Bit. Mana. Ana aytolmadi, ko'p narsa o'tkazib o'rganmiz biz bor. Sanchi bo'l, soat millari, sen bu yoqdan aylangin, men bu yoqdan aylanaman bo'lmasa, davay. Soch u qog'ozni ishlatadi, o'shanga qarab sochu naprotiv yuradi-da, ko'pchilik shu sirlar. Lekin bu narsa ham mumkin emas-da, o'zi qonun qoidaga amal qilib. Misol uchun o'tib ketgan bo'lishimiz mumkin-da. Hozir akam bo'lsa, keyin bo'ldi уже. Mendan o'tib ketadi, keyin paysansak o'zida turadi. O'sha tekshirdi, bu yoq kelmaydi boshqada. O'shanaqasi ham bo'ladi. Lekin biz huquqqa o'sha qilib olamiz ya. Tekshirgan joylarimizga yana. Toilet City keyin Toilet Cityga. Qizor ichkariga, qizor. Kiring, toilet ichkariga. Kiring toiletga. Bo'ldi, topdim, tomda ekan bittasi. Bo'ldi. Bundan qilinadi. 5 tadan qoldi. Ana, ketdidan. 4 tadan qoldi do'stlar, 4 ta. Qatlada tovosa. Tomda ekan havas etdi, tomga chiqib qo'ya biladi. Spider-Man bilan chiqib qoldingmi sen? Ha. Ular qarab chiqib qolgan. O'sha qiziq qoldi mana. Sochma tomga chiqmoqchiman. Men bu yerdan chiqaman. Voy!
Top ko'rgan odam. Qara, qatta. Bu yoki mana tani uchun maxsus deydi. Oy, omoqchilar. Sekin. Mana o'tiramiz. Mana shu qo'torish kerak ekan. Endi ikkita qoldi, ikkita odam Da, qoldi. ikkita qoldi. Ikkitasi qayerga bekinganda? Вообще, imba. Mocha. Spider-Man menga berib ko'rchi, men qidirib ko'raman. O'zi tushib berdi. Yaxka, mana bu yaxka ko'chada. Ha, bo'ldi, ko'rdim. Tappet tushib berdi. Men boja qarab ketdi. Tappet tushdi. Qatda tushib keldi, ha, telefondan. bekinga. Ha, mana bu yoqqa bekinga, opoqing sana. Voy, foksini. To'xtamasang ma. Qani sana bir o'ldirib ko'r. Gif. Voy, foksini oxiriga. Bitta qoldi, ha. Chaqiramiz endi, ham yo'q. Lekin o'sha so'rash kerak, qayerga bekinganlar uchun ko'ra olaylik biz. O'sha joyi. Oxirgi odam ham topildi, lekin bor. Nazoratchimizdan kelgan xabarga ko'ra, shu oxirgi tirik qolgan odam narusheniya qilgan ekan. Chunki bekimachoda hech kim qimirlamay yotish kerak bo'lgan. Bu bo'lsa bizni kelgan paytda berkinib yurib o'tkazorgan. Xullas, shunga ko'ra olmay topolmaganmiz. Endi ikkinchi o'ringa beramiz desa, u ham qonun qoidani buzgan ekan. Tepadan pastga tushib qimirlagan ekan. Va oxiri 3-o'rin olgan odam bitta deb hisoblaymiz va sovg'ani topshiramiz. Bo'lmasa mana bugungi mehmonimiz deb Hasan bo'ldi. Va keyingi xudo xolasa mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysizlar do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar va xudo xolasa chaqirishga harakat qilib ko'ramiz. Do'stlarga video yoqqan bo'lsa albatta like bilan qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'lmasa do'stlar, xayr hammalarga. Biza bo'lsa traditsiyaga ketdik. Do'stlar, traditsiyamizni bugun mana 5100 bilan boshlaymiz. 5100 ni